Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammanglarning shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Men Shvetsiyadan to'g'liq Hamid. Mana haftalarda biz aldirashib ketib qoldim. Shuning bilan hammanglar bilan bir naq maydonni so'kbitida imqilolmay qoldim. Hozir yana aldirashib chiqdim. Chunki men hozir boshqa davlatdan Shvetsiyaga ma'lum bir ishlar bilan bugun qaytib keldim. Tushdan keyin qaytirgandan beltida qaytdim. Shuningga ba'zi bir temalarda qarindoshlar bilan o'rtoqlashish uchun qisqa bir naq maydon qilay dedim. Ham o'zimninki azroq deydigan gaplarim bor, shuni nima qilmoqchi. Mana nurg'un qarindoshlarimiz savollarni qo'yibdi-da, mushta Germaniyadami ayni vaqtida mushta Murat Xristian bilan To'lqin Isonni tutgan, ularni qo'yib anandikin bir nima Abbas dedimi, Gollandiyadami bir tarjimon odamni tutib qo'yib etibdimi, shunda bir ishlar bo'libdi. Shunga Dilshod Rashid masalasida mashta olamdi debdi. Mening o'ylaganim birinchidan Dilshod Rashid dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi bo'lganligi meningcha Xitoy o bizning odamimiz delanmaydi. Chunki u bir Xitoyga qarshi bir tashkilotning bayonotchisi. Hamda eshikni haqida diplomat o'yini degan chog'da qanday qilamiz degan chog'da diplomat o'yini degan chog'da bu Kanadadagi G'ulom Osmon yog'ma. Men gapni obdan anglab qara. Bu sening to'kpan bo'lamdi, mening to'kpan bo'lamdi yoki boshqasining to'kpis bo'lamdi, bu cho'ng masala emas. Sen men sana necha qitim dedim, tog'da, bog'da, oblimeter sular orqali bo'lgan kitobni sen inglizchasini yoz. İngilizce yazıp çıkar, ben beradigan yerga beraman. Kanadada seni aldığın muxbir avatma dedim. Qulog'ingni yopirib oldim. İkincisi, anandan keyin o Dilshod Rashidning xotinning berib kelgan uni chiqarib, o kitoblar orqali sen o narsadan urushdan keyin qahramon andaq-mandaq deb qartib, manqart yozibsa, mening tilim anamdan qo'sqirib qolmaganligini sendan cho'qim bir narsa chiqar ekan. Norvegiyalik qo'ltiq qizing bilan sendan ichi zahar bo'voy, sendan bir narsa chiqar ekan, men cho'qim javob qaytarman. Qaytolmaydigan ishni hargiz qilmayman. Bu bir. Agar sen Xitoy bilan hozir Shvetsiya diplomat qilib, agar bu ishni chiroyliqcha Xitoylarning gapi bo'yicha yo'qni kichik qilib, cho'ngni kichikiltib, kichikni yo'q qilib qo'yitimiz degandek, agar bu ishni bundan Shvetsiya bunday shaklda bir qilamiz desa, sening qo'lingda isboting yoki yuraging bo'lsa, sen chiq Shvetsiya mediasining oldiga, mana men seni uchrashtirib qo'yman. Agar qo'lingda dalil isbotlaring yoki boshqa narsalar bo'lsa, sen bersang bo'ladi. Sen oynasang bo'ladi. Oynay olmayman desam. Lekin Norvegiyadagi Zumrad tursin qara, yana vitavalaq qilib, qara kontonni uni buni yezib ketibsa degan qara. Ammo gapning rostini degan chog'da haqiqatan bir tuyuq bir yo'lga kirib qolgan chog'da sening mening qo'limda tortib chiqarib olganing rost. Ekranga chiqqan nurg'un ishni bilib ketibsiz deganing rost. Mushundaq bir jasusni nima qilishga kayindan ishtirib kuchvagan sening umr rost. Lekin sen men boshqa narsaga kirmayman. Birisiga Ershadning dadasining o'ligini peqirtib qo'yindim. Ikkinchisiga mening ota-onamga, adamga qara kontimni haqorat qilding. Men uning hisobini men ishlab besiqqandan keyin turindi xindimda turdi ekan, bir akamiz deb berdi. Endi qadrsonlama tepib avatib bergan bo'ldi. Ben berib bu ishni Ershad bilan biz hal qilamiz. Sen yaxshisi qarab, butun dunyodagi Uyg'urlarniki chiqqan qonunsiz ovoz, pasport rasm yoki uni buni telefon qilib ana xotinning rasmini avat berang, maniki qilatding-ku, menga datding bu narsalar bor, masalan Google Drive'da avatgan. Anadagi sen juvitan desang beshirikin, Dilshodnikini uqdingmi, nimalarning chiqqanini. U juvatgan narsalarning signal group degan bir yo'q ekan. Shvetsiyaniki mesela WhatsApp gruppasi, Facebook desa juvatganlar nashadan suzib chiqqani bo'ladi ekan. Sen juvatgan bilan menga juvatgan bilan suzib chiqqani bo'ladi ekan. Tushundingmi? O'qiy asotning qarorlari nima chiqayotganini. Undan keyin men Norvegiyaga Tayirkamga telefon qilib, ben yaqinda yana azroq suhbatlashman. Bu sening qilganlaring qonunliqmi? Norvegiya hukumati sana berdimi? Mushta nimani bermadimi? Chunki nimishga desam, men ma'lum bir chet ellik bilan paranglashgan vaqtimda biz mushta bir ishlarni qilyotgandik. Mushunda desam, qilayotgan ishinglar to'g'ri, lekin uchur to'plab bir yer saqlashinglar haqniki butunlay qonunsizlik dedi. Agar sening qonunliq bo'lsa, sen shu hukumatniki bergan qog'ozlarni yoki sana Norvegiya bexatarlik idorasi, Norvegiya hukumati seni bergan narsani sen to'g'ri choplab qo'yib, xohlagancha ovoz elib qilsang bo'ladi. Sen xalqning ovozini elib, xalqning ovozi bilan xalqning tutib olgan seschiligini uning buni yozib o'ynaymansan, biz uni o'ynamaymiz. Patriotimiz lekin patriotimiz. Men dedim qo'yaq sendan qo'rqmayman deb. Undan keyin qarindoshlar bunda bir ish bo'lgan. Dilshod Rashid nima qilgan chog'da ma'u mendan foydalangan vaqtida mana bunda degandi. Birinchi qatimda London soti manjinchi oyda ichiladi.
Onunğa elə Londondakı Rəhimə, onun ikinci qitimlik sot içildi. Onunğa Zübeyra dedim, birisi tərcümanlıq qılıdı. Aşlarını ədəngide, o bu sat degan. Ben qımığa onu. Onundan keyin Şvetsiyadagi ma'lum bir namirlik, ya'ni Urumchilik Xitoy, Shvetsiyada panohliqda deb, mening erim lagerda deb mening dadamni setibdi. Shuning bilan Dilshod uni menga dedi. Sen nereden bilding buni desam, menga Xitoy tarjimonlar akab deydi-da, ukam u bu dedi. Shuning bilan ha dedim, uningdan keyin mashinamni hadan ketadi dedi. Ben buni dedim. Nima uchun dedim? London sotlangan nima uchun demadim desanglar, qarindoshlar. U Uyg'ur. Qanday bo'lmasin, u meni to'zaq tushirish uchun men uni degan chaqda ular veyshinda meni ovozimni suzib elib, andan keyin uni menga ilmakni selib, andan keyin meni keynimga qaytmas qilib qo'yib turib qildigan o Dilshodning o planlarini bilaman. Dilshodning uzundan beri kimlarni qanday qaqti so'qti qildi, kimlarni qanday ilmakka ilindirib elib, kimlarni ko'sardan elib elib, kimlarni galdan elib elib, kimlarning vatanga berib kelishini qolay qilib berib, kimlarningki nima qilib pullarni akilishlarga qanday yordam bergan hamma narsa menda bilaman. Andan keyin buning xotinlarning qaysi xizmatlarni qilgani Shvetsiyada degandekidek, andan keyin jiq narsalar bor bu yerda. Shuningga menga degan chog'da men odamga degandim. Voy bu mening dadam bilan bizsim shundaq yatadikayu, u bu nima deb unda yog'alardan nima qildi? Men hech nima qilmagandim, nima deb bo'ladi deb. Chunki o chog'da odamni anchadan tez izlayotgan vaqt edi. Shuning bilan buni Dilshod o'zicha meni kuchur satdi deganda qilib ilib elib nima qilaman degan chog'da men buni Norvegiyaga Zumrat Tursunga degan desam, voy ukam, voy siz u degan sotqon kirmaydi, u degan majburlash kirdi, u degan Xitoy Onunla işlem bulmaydı. O dedim, ben qara Zümrət Tursun, sen benim acizliğimle qilchilikni tutanmaysan. Ben bunu aslında muhbirligim deme, bütün dünyaya açıma. Ben dedim ki, mening qilmishim bo'lsa, men onun javobgarligini tatmayman. Lekin men Allah buru o'zimni axlab bu narsani men hech qanday sen xalqning acizligini tutib, sen xalqni mishada nima qilsa, sening Norvegiya hukumati cho'qim tekshirish kerak. Sening xalqning uchurini yig'adigan boshqalarninkini unda qo'rqitib qo'yadigan onangning haqqi yo'q. Sen bu huquqni Norvegiya hukumati mengu bermaydi, ham bermaydi. Chunki hech qanday bir bexatarlik idorasi ishlaydigan odam xalqning uchurlarini uyida saqlamaydi, davlatninki shu saqlaydigan ambira saqlaydi. Sen meni qulog'ini ding tutib, eng yaxshisi sana taqaq bir nima deb o'zi izlab qilgan bo'lsa, qil, iliq menga iliq uning buning ovozini og'izdingmi? Hammani shu. Bu qonunsiz. Mishada to'xtab qolsin. Agar sening qo'ling yuriking bo'lsa, mantaqning tomiri lipildimasa, qo'ltiqning puruqini bir yo'qitib, muxbirlarni oldiga kel, avval shaxsiy tozlig'ingni bir pokizlab, qo'ltiqning sesavatgan, gupildavatgan puruqini bir yo'qitib, andan keyin Shvetsiyaga appointment ilib kel. Sen qılalsan merhamet. Men qahramonlik talashmadim. Meni Dilyar Musaboy maqtagan bo'lsa, Dilyar Musaboyga shunday ta'sir beribman. Sen adamni ishiltishni va adamni tutib turishni iningda bilmaysan. Dilyar biladi, chunki u siyosatchi bo'lganki bir odamning qadr qiymatini biladi. Dilyar Musaboyning tashkilotidan birasi yuz o'rib chiqib Dilyarni tillab shamanda qilib baqdimi? Muajiratda har qandaq Uyg'ur bunun kepil bo'lalaydi qilib baqmadi. Ammo munofiqlar qurultiri, surgun hukumatlardan qanchalik odamlar chiqatdi, qanchalik odamlar bir-biringlarni tilladinglar. Sening yoningga qanchalik odamlar jon jakli bilan seni qo'llab qildi, lekin sen hammasini sezib tashlayotgan. Chunki nima? Ishchingda bir yomonlik bor. Mendan eshib ketamdi. Men qilib ketali. Amaliyotda nurg'un ishlarni millatni uyg'otishda, nurg'un ishlarni sen qahramonlik qilmadan emas qilding. Ko'rsatgan to'kpilaring yo'q emas, lekin sen nari qitug'urliqing bilan, ishchi yomonlik bilan mening maynatchiligim chiqsa, biz tumaymiz deb o'zingning qanchalik maynatchiliklardan chiqqanini to'g'ri ko'rding-ku. Sening shu surgun hukumatlarni tutishib, bir nimani yeb, shu yerda xalqning butun ishonchiga erishib, ovozini ilib, ajinda qilishingda sening bir ya maqsading bor, ya sen bilib qilding. Ya sen bilmay qilding. Sen bilmay qildimikin, dötmikinsam, sen Shanxay Jovtongdashini bitgan bir ayol, bir balaning onasi, bir turmush qurgan, hayot tajribasiga ega bo'lgan bir ayol. Sen unchalik ishlarni bilmamsan, sen bilasan. Sen aqlliqdan bu yerda bir o'yinni o'ynayotsa, tamom mana ishlar 9-oygacha bo'ladi, 9-oygacha tillab turay va o'yiningni o'ynay va qarab ko'ntongda shunda berib turindi xunda seni shunda rasvo qilamanki, uyingdan chechingdan so'rab chiqamanki, saqchi kelib butun narsani naga juvat, naga qivat ershot bilan borgan chaqda sen bilasan. Adresingni evet. Menga anandan keyin Germaniyadagi hezib bo'lama atishlik biz debdi.
xotiningni dümbengölab qo'yib turib qaqqamay tushundingmi? Sen meyak Berlinga kelib, sen kel mening oldimga, men sening oldingga bormayman. Men sana çöpçü qayerlarga ishonmayman. Sening iliq bir xotin bilan o'tirasizlar, xotin bilan leptik filmda tushgan bir rasming chiqib seni bir satlashtiradigan, ammo a xotinda gunoh yo'q. Shuning bilan sen meni bilmaydi dema qara. Sen iliq atışlıqlarniki o bu bizim atışlık bilan işimiz yo'q. Ma tejidiki buzuq atışlıqlar bilan ro'shan, ma g'olamdagi ishbozorlar bilan ishimiz bor. Bizim vatandagi atışlık bilan, vatandagi qashqarliklar, vatandagi urumchiliklar hech qanday ishimiz yo'q. Chunki sana shu yurtning besimini kiydirish orqali boshqa yurtliqlarning sana tarbiya qilsin deb deydigan narsa. Bizning o yurt bilan yana bir nim bilan hech qanday masalamiz yo'q. Bizniki masalani sen o'zing keltirib chiqaryapsan. Bu. Onundan Xitoy hukumati albatta buni Shvetsiyaning talab qilgan narsa bo'ldi. Xitoy ya beradi, ya bermaydi, ya diplomatlar nima qilamiz deydi. Qarindoshlar xotirjam bo'linglar, bu narsa yo'qolib ketmaydi. Mediani men olib chiqaman. Bir necha medialar bilan gaplashdim, vaqt oldim, tarjimon oldim degandek, chunki mening shvets saviyam uncha yetmaydi. Yaxshi ugurlarni tushuntirib berish uchun nima qilaman? Xitoy hukumatiga deydig'ini, sen mening oilamni kim xayli qildi? Men shu to'g'rida degan shu odammi yoki Dilshodmi, mening shu menga shuning javobini tutib bersa, undan keyin 8 yil mening ota-onam bekorga yetdi. Sening ne da'vochilaring, ne sen iliqi tutish buyruq asli chiqargan odamlar u bolaniki tuqqanlari kelib ketib vatanda vanxon bo'lib video ishlab yuradi. Menga o'xshash hech qanday bir siyosiy tuzuk aralashmagan, faqat siyosiy panohlik tilab qilib qolgan bir odamni sen ota-onamga qalpaqlarni kiydirib 18 yil yupan kesgan bo'lsam 8 yil oldi aytayotdi. Mana javobini berasan. Men media orqali baribir ko'tarib chiqaman. Chiqarammisanmi? Sen bilan hech chiqqan. Mumkin emas qo'yib o'tmayman. Sening ishingning orqada diplomatiya o'ynashingga media orqali hargiz yo'l qo'ymayman. Men sen bilan qerishqinim eng oxirgi tinig'imga tushish. Chunki sen mening ota-onamni turmada 5-7-8 yil deb sanda qildim. Bo'sha gaplar. Shuningga qarindoshlar, azroq bir ishlar bilan nima qilib qo'ydim. Ba'zi bu Dilshod Rashiddan tutilish sababi yoki ba'zi bir ishlarni men bu to'g'rida hozir demayman, chunki sud ejilmadi, hech qanday narsa chiqmadi. Ammo men ilaqa bo'lingan narsalarni, beshim kelgan narsalarni so'zlayman. Ba'zi narsalarni muxbirlarga bor dedim, ba'zi narsalarni yo'q dedim. Desam, qog'inni biz o'zimiz topamiz. Shu o'bo dedi. Qog'ini topqancha bana bahçe qilib biz nima deb xalqning oldiga chiqqansak shuni so'zlaymiz, shu ichiladi. Inshaalloh bu da'voninki nimasi qora bulutlar taraydi. Shuningga bu ishlar nima sababdan bo'ldi desanlar, qarindoshlar vatanimizdagi nurg'unlagan lagerga yetayotgan qarindoshlarimizninki qonlari eqiyotgan qonlari va dabsan bo'lgan qizlarning ohozatlar orqali bo'ldi. Bularning dunyo Uyg'ur qurultiyi va teshig'i chiqqan munofiqlarning qo'li mitchil qon bilan bo'ylab ketdi. Men buni yillar bo'yi degan. Shuning bilan qarindoshlarimga deydig'ini, qarindoshlar o'zinglarga puxta bo'linglar. Oldimizda bir fursatlar kelyapti. Inshaalloh Sharq Turkiston cho'qim mustaqil bo'ladi. Bizningmi bir qarindosh millatlar qatoridan ar-nomusimizni bir yaxlaydigan, aqlaydigan, bizim bir erkin nafas ilib yashaydigan bir kunlarimiz keladi. Shuningga men deydig'inim, qarindoshlar, nafs balosiga kirmanglar, o'zinglarni pokiz tutinglar. O'lib ketgan 4 kunlikcha mana va Dilshod Rashidniki mana oti miros endi bolalariga nech xotindan bo'lgansa shuningdan qolgan bolalariga qilib ketdi endi bu. Xuddi Bobur Maqsudniki qilib ketgan. Shu men deydig'inim, qarindoshlar, shuningga bu yo'llarda, bu ishlarda cho'qim to'g'ri yo'lda, to'g'ri nimada menishimiz kerak. Mening yana azroq vaqtim to'shib qoldi. Men azroq bir ko'rishlardan bor, ko'rish bo'lgandan keyin yana boshqa bir davlatga qaytishim kerak. Hozircha men boshqa davlatda yashayapman. Shuningga qarindoshlar, qolgan gapni keyinchi deyishamiz. Unda bo'lsa, Xitoy hukumati mening deb qolganlarimni obdan angla. Shuningga men sana deydig'im, mening ota-onam, mening adam hech qanday gunohsiz, adam tamom chiqdi. Ota-onam chiqmadi. Men loyat bo'lgan tiniqimga ega bo'lgan. Aman bir kunlar keldi, sen bilan chandin cho'qim shu qisasni oladigan bir kun keladi. İnşallah o qisasni senda olamiz. Sen unchalik nochima emas, butun dunyo senga hozir qarshi chiqdi. Shunda deydiganim, qarindoshlar, qo'rqmanglar, hech nima qo'ytaman. Akavsa shu urug' tuqqinimiz akitdi, boshqa bir jinimizni, ya'ni jinimiz aketmaydi. Shuningga hammanglarningki baribir eng oxirida
Xitoyda qirg'inchilik yuz bergan chog'da mavi Xitoyga yaxshi a yomon demaydi, qirib chiqadi. Chunki ashularmi bir ashadagi Sharq Turkistonlik bo'lish bilan tirik isbotlar, tirik shohidlar. Shuningga deydiganim qarindoshlar hech qanaqa narsadan qo'rqmanglar. O'qib ketgandek hech qanday ish yo'q. Nondekan G'ulom Osmonga deydiganim sen kitobingni beshing kelgan narsalarni inglizcha mushlan yozsang, men dedim ku Kanadagacha muxbir avatib berma. Deb texi sen texi o'ylaqa qanchalik ishni mayadimi munbarni buzayotgan emas, O'rta Osiyoda tag'di buzayotgan ishing sening o sayfitullar bilan bir yerda o'tirib, qor ko'zang taqib bir jo'shini oldirib, kerilib o'tirishing u sana berilgan imtiyozlarni ayni vaqtdagi qanchalik yuqorligini o'zing bilasan. O'zingning qizining O'zbekistondagi nima ishlarni qilib yurganini, qaysi hojimdan tilab yeyotganini, Solihning uyida qaysi hojimning bolasining o'qiganini, tuyuqsizlar surgun hukumatni bulab elib nima ishlarni qilganini, Ahmad Osmon apandim buni ayt yaxshi so'zlabdi Kanadadagi Abdurim G'ini qarindishimizning ekranda ko'rdim. Shuningga deydiganim qarindoshlar bu o'ylaqa yo'lda qo'qab ketgidek yo'q. Masalan, u elaqa qo'ltiqda sizlarning ovozinglar olamda bir narsani olib qo'rqmanglar, uni men qilib bermaslik. Men qilib berma dedim-ku, mana shu Shvetsiyada men biqinimdagi davlatda 2 minutda boramanda onasining qayerdan chiqqan bo'lsa, elaqa jiyanisininki shu yerga tiqiman undaqlarninkini. Shuningga biz mavi ishlar boshida bir besiq son sen ashada o'chirgan narsani o'chirib aningdekin Ershadning dadasininki oylandog'iningga peqratqiningga ashning javobini kutib o'tiribdi. Cuma? Undan olsa qarindoshlar Xudoyim amonat ansirmanglar. U Dilshod Rais tutildi. Endi Dilshod Rais tutildi degan gap eng cho'ng beliq shu. Uning taqishidigan bu Shvetsiyaning ichida jimib ketibdi texi. Jim bo'lib ketdi, tug'liq deb menga bir necha adlarimiz ochdi deydi. Jim bo'lib ketadi dedim. Uning rayitini ko'rgansa, uning xotinning rayitini ko'rgansa, uninkini yegan ishgan, uning pulini akagan tipirlab ketibsa, lekin har qandig'ingninkini tinig'imni bo'ladi ekan, ochima. Xitoy hukumati shuningga men senga deydiganim mening ota-onamda hech qanday gunoh yo'q, men beshna oxir deylik. Sening Xitoylaringga chiqib panohlik tilab qilyotdi. Men chiqayotgan bo'lsam, Sharq Turkistonda senga bir kishilik men uchun bir Xitoy akilganga o'rin qoldi. Bir Xitoyni xizmat o'rinlashtirgan o'rin qoldi. Bir Uyg'ur kamaydi. Shuning men seningga hech qanday nimanga, hech qanday sening ziningga mangadigan ishni qilmadim. Lekin sen har bir Sharq Turkistonlikni sen o'zing uchun dushman tutding. Teshidikini olsin, ichidikini tutding. Sen Sharq Turkistondan chiqib ketishdan burun bu jinoyatni qilding. Buning uchun sen bu munofiqlarni chiqarib tarbiyalab, mishar shu bizning Uyg'ur davosiga qanchalar ziyonlar yetkazding. Shuni sana deydiganim, sen bilan aytishma, konsulingni menga tuhmat qilganlarni mediada deyman. Eng yaxshisi men chiqib hammani hapala ichib etmas. Bo'pti, sana men ishonmasligim mumkin. Birinchi ikkinchi mediarimni ko'rib baq. Uningki qag'iniga ishqirlab kelamiz. O chaqda sening tashqi ishlar ministring Wang Yi chiqib javob bergan ahvolga keladi. To'g'ri? Qag'inni aningdagi yana deyishimiz, unda bo'lsa qarindoshlar, Xudoyim amonat, men o'sha qisqa maydonni qilmoqchi.